Ulug'bek Hazinesi 1. kısım 2. mavzu. Osman sürtülgen çinidek tınık bulup, yulduzla cilvinlip duratdı. Lekin barat iyi bolğaçqa, tağ taraptan soquvatqan soğuk şamalda derexle deryadek şavqullanatdı. Qeri üjme ve side derexleri nalı qilishqandek çirqirişatdı ve gıçırlışatdı. Ali kuşçu hoyluğa çıkışı bilenla, on taraptaki binadan kimdir birisi lap kılıp çıkıp geldi ve onun yolunu tostu. Toxtan ustaz, bu nökerlerinin muddası zaten nime? Ne gelip bakmakçısız ne? Ali kuşçu süyümlük şagirdi Mirem Çelebi'ni tunup onu öz bağrıga aldı. Korkma inim, korkma. Hazreti alileri çağırtıptı. Tezle qaytıp gelemen. Ali Kuşçu Resatxanının açqıçını Mirem Çelebi'ye tapşırıp hoyludan çıktı. Nökerlerden biri karanguda taqatsizlikten tipirlap turgan argımaqni tayyorlab, Ali Kuşçu'nun koltuğundan yürümekçi boldu. Lekin Ali Kuşçu üzengegi putunu elip, tipirlap turgan atqa özü çebdeslik bilen mindi de çul vurdu tuttu. O Kuşçu degan namını bekarga almagan idi. O Hazreti Aliler bilen oğu çıkkan çağlarda nini şaş atlarını birdemdila köndürüp alatdı. Keçinin cimcitliğini at tuyaklarının avazları buzdu. Nökerlerden biri aldı da, yine biri Ali Kuşçu bilen yan at çaptırıp ketip atattı. Atlıkla sıyabdın ütüp, döngü çıkkanda Şahizin de kabristanlığının korgunu ve korgan arkasındaki katar ketken kabirlerinin igiz gümbezleri köründü. Tün karangı bolsunmu, yulduzla eksitip turgan köp kök gümbezle köküç cülve kılıp acayip yaltırap turattı. Qayerdindir Irak'tın Qusam İbni Abbas məxbərisi tərəfdən tilavət qılavatqan qarinin moңluq avazı anılıb duratdı. Moңluq köyge oxşaş bu avaz güya başqa aləmdən kilivatqan bir hesab nalələrə oxşaytdı. O, qeri sidi dərəxləri arqısıdaki çoğ qəbristallıqqa və qaranğuda texim heyvetlik körüngen gümbezlik kabirlerge kandaktur ilahi ruh bəxş etip hemmin nesini sırlık ve sürlük köstetti. Atlıkla kabristanlıktan ütüp cüme mescidki yıkıllaşkanda tereplerde gülxan yıkıp olturuşkan karavullar üşürdü. Onlar at tuyaklarının düpürlegen avazlarını işitip, orunlardan sekret duruştu. Lekin aldıdı kitabatkan yasavulunun emri bilen yolunu içip, atlıklarını ötküzüp etti. Komluk aldıdaki keng meydan leşkerler bilen tolup ketken idi. Servazlar her 10 kişi bir bulup, gülxan yıkıp olturuşatdı. Mirza Ulug'bek medresesi oduludaki hanıqalardan zikir kılışıvatkan kalenderlerinin avazları iniq anlanıp duratdı. Ya Allah dost, ya Allah, haq dost, ya Allah. Bütün şehirine sür basqallıqdan boz gerek, kalenderlerinin bütün vücudu bilen hu'lap zikir kılışları vahimilik anlattı. Goya ular Allah'a medhiye okumasdan
aksiçe kimgidir tehdit selivatqandek bilinetdi. Üstü yepiqliq tar rəstələr keynidəki çonqur xəndək bilan oralğan kök sarayının küngürülük tamları qaranğuda çoğ qiyadək heyvetlik tuyulatdı. Qal'aning tamları arqasidagi saray gümbezləri qadimiy qabrlardek qad ko'tarib turatdi. Qal'ami xuddi cho'ng Güristondek sirliq hem jimjit idi. Sarayda hech qandaq chiroq yo'rig'i ko'rinmaydi. Bu yerda hatta qarovullarmi gulxan yoqmagan bo'lib, hamma yoq qop qorong'u edi. Atlıqlar faqat Gor Emir tarafdagi maydonga chiqqandila, ularning yo'lini panus tutgan qarovullar to'sdi. Qorong'uda ularning qalqonlari yaltirab, püpüklik neyzlari ko'zga cheliqatdi. Qarovullardan o'tib, ikki yenidagi munarlarga top o'rnatilgan yo'g'on darvoza oldiga borganida ularning yo'lini yana qilich yalang'ochlagan sipahlar to'sdi. Oldidagi yasovul neych qilib o'rvagan yorliqni ko'rsatib darvozaxonaga kirdi. Sal o'tgandan keyin qulub ve zincirlerinin şaraqlışı anlanıp, Gor Emir tarafga qaragan qo'sh qanotliq qo'yma darvozaning yan eshigi asta g'ishirlab ochildi-da, ichkaridan panus ko'targan to'nush darvozadan chiqdi. Atdan sakrab tushgan Ali Qushchi yasovullardan biriga etining chulvurini tutqizib qo'yib, darvozadan kirdi. Darvozadan panusni egiz ko'targunicha odulidagi eshikni ochib, onunga yo'l berdi. Egiz küngürülük tam bilan o'rilib, osmonga bo'y tartgan munarlarga top o'rnatilgan. Orduga o'xshash keng hovlining to'rt tarafida tash panuslar pildab turadi. Hovlining sol tarafida ancha egiz bo'lmagan binolar sap tartishgan bo'lib, bu divanxona edi. Divanxonaning orqasida egiz tam bilan to'silgan haram binolari ko'rinib turadi. O'ng tarafida 2-3 qavatlik hashamatlik binolarning rangdor gumbazlari valildaydi. Hovlimi Güristondek jimjit bo'lib, faqat yer tagidan allaqandoq gürüs qilgan ovoz anglanadi. Ehtimol saray ostidagi yer osti uylarda ustalar qurol yarog' yasavatgan bo'lsa kerak. Darvoza bilan Ali Qushchi atrofi ochi bilan o'ralgan, o'ttirisiga kumush fontan o'rnatilgan mermer ko'lchakning yenidan o'tib, egiz peshtoqliq binoga yaqinlashdi. Burjaklariga tilla tasma qaqilgan naqshlik eshikning ikki yanida turgan yasovullardan biri şaddaslik bilan eshikni ochib, ularga yo'l berdi. Ular g'uva tar koridordan o'tib, altun shamdonlardagi shamlar bilan yo'ritilgan uyga kirdi. Ostiga qizil turkmen gilamlari silingan, tamlari ko'kuch kahish bilan qoplangan bu uyning to'rida üstünki qavatga chiqilgan mermer palampay ko'rinib turadi. Ularni ishda kutib olgan so'g'uq chiroy to'nush sarayvan Ali Qushchini yuqoriga boshladi. Ikkinchi qavatdagi cho'ng ham uzunchoq uymi bo'sh edi. Sarayvan Ali Qushchiga shu yerda kutib turishini ishorat bilan uqtirib,
Oduldaki işik bilen Hazreti Alilerinin salamxanasıga kirip ketdi. İşik içilganda ustazning g'azablik bo'g'uq ovozi anglanib, ishik yepilishi bilan yana jimidi. Ali qushchi uyda yolg'iz qolishi bilanla ko'ngli bo'lakchi bo'lib ketdi. Yerga isil kul rang gilamlar silingan. Turistiki oltin qandillarda behisob shamlar yenib turgan bu keng kushoda yo'ruq uyning tomlari ustozning ov o'ljilari, ov buyumlari bilan bezalgan edi. Ana, oduldagi cho'ng derazaning ustiga qizil yaqut va unchilar qadalgan, g'ulach yetmaydigan orqar minguzi esilgan edi. Bu arqarni o'tgan yili kuzda Hisar tog'lariga ovga chiqqanda ustoz o'zi etib olgan edi. Shuning uchunmi uni hamisha tugidek ajoyib faxr bilan tilga elib turadi. Arqar minguzining yonida ya o'qlari qachilangan, qizil ko'ndin tikilgan sadoqning ustiga yo'lvos terisi esilgan edi. Bu yo'lvosni ustoz Xorasan yurishidin qaytib kelib etib, Ceyhun bo'yidan etib olgan edi. Uzun so'zilgan jafoliq yurishdan herib charchagan davlat pana Samarqandga chaparman avatib, Ali qushchini Ceyhun bo'ylariga chaqirtgan edi. Bu shikarga Ali qushchining oyig'i yarashgan edi. Chunki ov vaqtida tugi bo'yi keladigan qo'mushliqdan ushtumtut shu yo'lvos chiqib qilib, ustozga xiris qilganda, kamonga o'qni batlab, ustoz bilan yonma-yon ketayotgan Ali qushchi chabdaslik bilan o'q uzgan edi. Uning o'qi hurkirab etilgan yirtqichning ko'ziga tegib, Hazreti Alilari amal qolgan edi. Shunga ustoz uni ko'rganda nijotkorim deb chaqchaq qilatdi. Ali qushchi bu hashamatlik va jilvador uyni zo'qmanlik bilan ko'zdan kechirayotganida xiyoliga bir fikr keldi-da, ma'yus holda kulimsirab qo'ydi. Bir chog'larda o Mirza Ulug'bekning farmoni bilan bu oliy qasrga tunji qatim qadam qo'yganida vujudini shunchalik g'oyat zo'r hayajon bosgan ediki, boyqi mermer ko'rchaklarning yenidan o'tib ketib etib, putlari titrab ketgan edi. Bu ko'rkam ulug'vor saroyni sohib qiron deb atalgan Amir Temur ko'ragani barpo qildirganligini, tomlarga hal berilgan bu ajoyib uylarda jahonni zilzilga keltirgan bu g'olib muzaffar istiqomat qilganligi va shu yerda turib butkul jahonni bo'ysundirish uchun maxfiy planlar tuzganligini o'ylaganida butun vujudini qandoqdir bir xil titrak bosgan edi. Hayhat, mana o hozirmi yana shu oliy qasrda cho'ng Jahongirning turar joyida o'ltiribdi. Biroq uningda ne qo'rqinch, ne hayajonlanish bo'lsin. U faqat chin ko'ngildan ichinatdi. Bu ichinish sabiy chog'larida uni hayron qoldirgan bu hashamatlik qasrlarning vayron bo'layotganligidan emas, balki suyumlik ustoziga kuyinganligidan, uning qora tuman orasida qolganiga ichinganligidan bo'lgan. Xolos. Nima uchun shundoq bo'ldi? Nima uchun falakiyat ilmiga aqli yetgan, o'tkir tafakkuri bilan koinot sirlarini ichib,
yeni yulduzlarni ixtiro qiladigan olimlar karvonining bu sardori taxt va saltanatning rayimsizligini bayqayolmadi. Nima uchun? Hamma davri davron, hamma davlat, hamma shoh va g'oliblarning tarixini besh qo'lini bilgandek pishiq biladigan bu aql donishmand toj va hokimiyatning hech bir kishiga vafo qilmaydiganligini tushunmadi. Yoki tushunsimi, uni tark etishga bel bog'layolmadi. Nima uchun? Hakimiyet deb atalmış bu saxtaşan şevkettin vaz geçip bütün tefekkürü, ötkür zihni ve bütün iktidarını ilim-penge, insanı ulu-uluğucu ilim ma'rifatga baxshatmadi. Nima uchun? Ishq echilib Ali Qushchining xiyolini bo'libdi. İçkiriden Şeyhül İslam Burhaniddin'in tonuş zil avazı anlandı. Es-salatin zillallahu fil arz. Hazreti alileri şer'i sultanımızdır. Bes. Sultanımızın ali fermanı barçıga emri vaciptir. Varan çürün götürülüp onun avazı besiqqandan keyin ustazının boğuq qo'pol ovozi jarangladi. Bas, Ali Perman emir vaciptir. Emir Sultan Şah Berlas, Emir Sultan Candar Tarxan. Siz 10 qanat qo'shin bilan oldi qism qo'shinning orqasini yugurgaysiz. Nisb bo'lsa davonda uchrashamiz. Maslahatingizlar uchun tashakkur. Harbiy kengash tamam. İşikte şehir dorgusu Miranşah, onun keynidin qiliç hem şemşer askan emirler, qızıl kimxap ton kiygen divanbegi bilen saray mehremleri göründü. Ulanın kapakları silingan, çırayları tutulgan idi. Zerbab ton kiyip, kemeriga altın destelik şemşer askan Miranşah dorga, Ali Qushchiga yer tegidim bir qarab qo'ydi da repetiga o'xshaydigan keng yuzini boshqa yoqqa o'rib marmar palampaylarni gursilditib dahsab pastga tushib ketdi. Qaddi qomati kelishgan, qop qora soqoli o'ziga to'limi yarashgan Amir Sultan Candar Tarxan kumush kemirga esilgan egri qilichini etikiga şarak şuruk tekküzgen peti Miranşah'nın keyninden aldırap çıkıp gitti. Üstüge kızıl, kök, yeşil muvut yaki kimxap ton kiyip kara kamatelpek ve böğüklerini beşiğe çöktürüp kivagan başka emirlermo nahallık ütükleri bilen mermer pələmpeylərini gürüs dəsişib pəskə düşüb getişdi. Ularning birəsimi Ali Qushchi bilan salomlashmadi. Faqat Şeyhül İslam Burhaniddin bir pəs toxtab təsvih tutqan inchikə hem appak qo'llarini ko'rish uchun sundi. Şeyhül İslam pəskə düşüb ketgandan keyin öy cho'nqur sukutga cho'mdi. Hatta salomxonadinmi hech qanday sado chiqmaydi. Ve şah aliyleridanmi direk yo'q edi. Beshig'i tushgan g'am andishalar bilan bo'lib ketib, shogirdini chaqirtganligi uning esidan ko'tarilganmidi. Dal shu paytda salomxonaning eshigi ochilib, ustoz ko'rindi. Üstüge adette sarayda kiyip yürüydiğen zerbab ton ornuğa yeşil mavut ton, beşiğe resetxana ve medreseli kiydiğen uçluk qara duxava qalpak, putuğa işçiге ağmahan terisi elingan
uzun qo'nchliq issiq ütük kiygan ustoz bu so'g'ida to'xtab, shogirdiga qandaqdir bir xil sinash nazari bilan qaradi. Uning sal uruqlashga boshlagan inchiki kelgan badanida, mistek qaramto'l, uzunchoq yuzida ve quyuq qoshlari ostidan tikilib qarayotgan o'ychan ko'zlarida Temür avlodlariga xos kishini jalb qilarliq shijoat va qandaqdir yushurun majruhluq alomatlari bor edi. Ali Qushchi unga yaqin kelib, adab hurmat bilan salom berdi. Lekin Mirza Ulug'bek temkinlik bilan o'ng qo'lini ko'tarib, uni to'xtatdi-da, ostinqi qavatdan chiqib kelgan saroyvanga burildi. Bakavullar demilyapamdı. Hazreti Alilerinin hizmetiga tayyordir. Taam ve şarap, dedi Mirza Ulug'bek. Sarayvanning sözünü bilib. Andin Ali Qushchining müyrisiga qo'lini qo'yib, tördagi naqshli kursiga boshladi. Yur o'g'lim, maslahat bor. Mirza Ulug'bek odatdimi shogirdini o'g'lim deb ataydi. Lekin bugun ustozning ovozidan shogirdini bag'riga elib so'zlashidan bo'lakchi bir muhabbat, samimiyat, cho'nqur g'am, andisha chiqib turadi. Uning qaramto'l, suzunchoq yuzi so'lg'in ko'rinadi. Keng peshonasidagi ve sel ilmek burnunun ikki yenideki qo'riqlari ko'payib qolgan edi. Qisqasi, uning butun vujudida keng aloqalarini tizg'a tashlab harg'in o'ltirishida qattiq tashvish, izhor qilishdan qiyin bo'lgan cho'nqur mung zar bor edi. Ali Qushchining yuragi mujilib, tasalli berishga amdala temshelginida Mirza Ulug'bek xuddi o'ziga o'zi gap qilayotgandek. O'tgan kecha tushimda ustozimni ko'rdim, dedi-yu, yana xiyolga cho'mdi. Ali Qushchi bo'lakchil bo'lib ketdi-da, o'sha illiq bahor kuni ko'z oldiga keldi. Ulug'bek madrasasining saynasidagi mermer sahniga ve resmi yupurmoq chiqargan navqiron chinor atrofiga oftobda xuddi guldek ko'ringan qizil gilamlar selingan edi. Eng esil kiyimlerini kiyib yasanmagan madrasa taliblari cheksiz hayajon ilkidi edi. Chunki bugün ular davrinin Eflatuni hesaplangan Mevlana Salahiddin Musa İbn Mahmud Qazizade Rumi bilen uçuruşup, onundan ta'lim elish şerefiga müyesser buludu. Ali Qushchi Mevlana Rumi to'g'risida ko'plagan ajoyib, g'aroyib rivoyatlarni anglaganligi uchunmi, yoki bu teberrük zat yaratgan ve riyaziyat ilminin çigiş meseleleriga beg'ishlangan risolalarini o'qib hayron bo'lib yurganligi uchunmi ish qilib, bu hikmet egisini qandaqdir nihoyatda salopatlik hem takabbur odam deb tasavvur qiladi. Amaliyotda bo'lsa, Ali Qushchi chas soqollari oppoq, ojiz bir buvayni ko'rdi. Yaşangan bu alimning chas soqollarida emas, qosh kirpiklari, beshidagi ko'loqqa o'xshaydigan ushluq taqiysi, ustidagi to'ni, qisqasi hamma yeri qordek oppoq edi. Ashu illiq bahor kuni Mevlana Qazizade Rumi onun peshonasiga suyib qo'ygan. Mirza Ulug'bek bo'lsa, onun ko'k saroyga qadam tashrif qilishini ehtirom bilan iltimos qilgan edi.
Mana bu voqealar bo'lg'iniga bir qancha yillar bo'ldi. Lekin Ali Qushchi ko'zini birdan yumsala, peshqadam olimning nurona chehrasini ko'ratdi. Peshonasida uning lavlarini, yuzida uning mayin soqollarini sezatdi. Mirza Ulug'bek beshini chayqab, miyqida kulib qo'ydi. Tushimda jannat makon ustoz Kaminini qattiq aybladi. Bu bevafo saltanatni deb ilm-pandin yuz o'riding, taxt sohibi bo'laman deb ashundoq yetuk talantingni zoya qilding, dedi. Ali Qushchi o'rnidan bir qimirlab qo'yib, "Ya Rabbi" deb tashladi. Mirza Ulug'bek shaqqada burilib qaradi. Cho'nqur patqan o'ychan ko'zlarida suol alomati jilva qildi. "Panohdor ustoz, afu qilg'aysiz", dedi Ali Qushchi o'ng'aysizlanib. "Menmi 1-2 daqiqa burun dal shu fikrni ko'nglimdan o'tkazgan edim." Mirza Ulug'bek yaqut ko'zlik, oltin uzuk taqalgan o'ttiranchi barmoqi bilan naqshlik xon taxtini chekkinicha yana jim bo'lib qoldi. Uning qo'shimisi turilib, quyuq qoshlari orasida bir teran siziq paydo bo'ldi. Ali Qushchi bo'lsa, tasalli berish o'rniga uning alamlik qalbini texmo o'rtiganligini sezib, o'ng'aysizlangan holda tamaqini qirdi. "Mevlana Ali", dedi Mirza Ulug'bek ko'zlarini bir nuqtadan uzmay. "Kamina ojiz banda. Mavara unlariga sal kam 40 yil yo'lboshchilik qildim. Shundoq turuqliq, qandoqmi bu jihatdagi emgikimni zoya ketdi deb o'ylaysan? Qandoqmi ilm yo'lida, mavara unlarining osoyishtiki yo'lida foydali ish qilmadi degan o'yda bo'lasan?" Ustozning g'am qayg'uliq ovozi favqulodda titrab chiqqanlikdan Ali Qushchi o'zining beadablik qilganligini sezib, levini tishlab qoldi. Ustozning beshida qora bulutlar agiyotgan bir paytda bu nozik gaplarni ta'gab, uning dilini og'ritish insof jumlasidanmi? Ali Qushchi o'z xatoligini tuzatishga oldirdi. "Kechirgaysiz ustoz. Bu jihatda siz Hazratimning qilgan xizmatlari shundoq ulug'dirki, buningga shak shubha yo'qdir." Mirza Ulug'bek taqatsizlik bilan bosh chayqadi. "Kamina hammani tushunadi Ali. Ammo hodisalar taraqqiyoti shundoqkim. Buni ilm ahli idrok etishga ojizlik qiladi. Buning sababi fozillarning aqli shohlarning aqlidan kam bo'lganlikdan emas. Yo'q. Aksicha, Haq Taolo sizlarga shundoq poklik ato qilganki, shohlar hayotining mislsiz razilligini tasavvur qilishga ojizlik qilasizlar." Mirza Ulug'bek bo'g'ilib ketayotgandek tomog'ini silab, tortdi-da, go'yo shogirdi bilan munoziralashayotgandek qo'l shiltib, "Yo'q", deb xitob qildi. "Men saltanatdan ayrilishdan qo'rqmayman. Faqat elga 40 yil bosh bo'lib to'plagan boyligim, madrasiyo, rasadxonam, nodir xazinam, yiqqan kitoblarim va nihoyat yozgan asarlarim. Faqat mushularning vayron qilinishidan qo'rqaman. Faqat shuningdan qo'rqaman. Yana bir narsadan. Kelgusi avlodlar men ojiz bandadan hazar qilamo deb qo'rqaman."
Mirza Ulug'bekdek koinot sirlarini ochmoqni niyat qilgan va fozillikni da'vo qilgan Mevlana oxir barliq shoh va taxt egalaridek huquqni deb o'z pushtidan bo'lgan farzandi bilan toju taxt talishibdi degan nomni qoldirmoqdan qo'rqaman. Mevlana Ali. Ali Qushchining yuragi tikan sanchilgandek bo'lib ketdi-da. Kelgusi avlodlar tarixga qarab hukm qiladi, ustoz dedi. Tarix bo'lsa ilm ahli tarafidan yoziladi. İlim əhlləri sizдің mərifət yolunda qılğan xizmətlərinizni əslərdən çıxamaz. Bununla işəngəysiz, ustaz. Mirza Ulug'bek beşini asta midirlitib, dərtlik külümsirib qoydu. Rəhmət Ali. Şu əsnada Gürsül degan ayaq tavuşları anlanıb, aldıdı saraymen, onun arkasından oğu çıkkanda kavapçılık kıldıgan semiz Baqavul göründü. Baqavul'un koludaki kümüş petnusta mey doldurulgan nakışlik nazik kozu bilen neps işlengen cungu pişalaları tızılgan idi. Semiz Baqavul'un keyninin ıssık horları purqurab turgan kavapla ve mezilik puravatkan türlük nazı nimetler bilen lık tolgan ligellerini götürüp yardımcılık kirip gelişti. Baqavullar kollardaki ligellerini şirege koyup çıkıp ketkiçe Mirza Ulug'bek közlerini bir noktaga tikip jim olturdu. Keyin Saravenge qarab, Mevlana Muhiddin'e Çaparman övetildi mi? Dep soradı. Çaparmanlar qaytib keldi Ulug' Shohim. Xo'sh. Mevlana Muhiddin eg'ir keselmiş Ulug' Shohim. Mirza Ulug'bek onunğa hop ketiver deb ishorat qildi da qopqini solg'inicha siriq girveklik pishodalarga sharab qo'yg'ach keselmiş deb qo'ydi. Buningdan xabaring bormi Ali? Yo'q, ustoz. Nima uchun? Ali Qushchi o'ng'aysizlanib o'rnida qimirlab qo'ydi. Ehtimol anglagansiz, ustoz. Bu yil Atiyazda Mevlana'nın qizini Qalendar Qarnoqi degan yosh mudarrisiga loyiq ko'rib, elchilikka borgan edim. Mevlana'nın otasi Xo'ja Salohiddin Zargar meni qattiq ranjitib qaytirdi. Qolganini bilasiz, ustoz. Mirza Ulug'bek nafis piyolalardagi oltin rang sharobga tikilganicha jim o'ltiratdi. O haqiqatdanmi qolganini bilar edi. Ali Qushchi degan elchilik ishidan sal keyinla Mevlana Muhiddin qizini Amir İbrahim Bek Tarxonning kenji o'g'liga yotliq qilgan edi. Bu hashamatlik to'yga Mirza Ulug'bekmi qatnashgan edi. Lekin aradan uzun o'tmayla Mirza Ulug'bek o'g'li Abdullatifga qarshi lashkar tortib Ceyhun boylarına ketganda Samarqand qolgan Shahzoda Abdulaziz Amir İbrahim Begning o'g'lini qatl qildirib, uning yosh ayolini o'z haramiga elib kirib olgan edi. Shahzodaning bu rezil qilmishi amirlar orasida qattiq norozilik paydo qilgan edi. Mirza Ulug'bekning ko'z oldiga buningdan 1-2 hafta ilgari haramda uchratgan yosh Nozinin keldi. O Nozinin nefis şaptıl çiçki rang perde arkasida baş egib turgan bolsa-mu, Mirza Ulug'bek onun acayip hüsnüge, yadek qaşlarının çıraylıqlıqıga, egiz qan şiriyinideki yuğan qarı menige, aq şayi köngliginin etikige düşüp doğan meyin çeşlerinin güzelligiga hayran bolgan edi. Qizim, dedi Mirza Ulug'bek onun masum ve qandaqdır məyusani şehridin gözünü üzənmək. Bulur iş bulubdu. Əmdi sarayda qalamsiz ya ketemsiz, ixtiyar özünüzdə.
Nazinin levlerini bilenler bilinmez kımirlenip icazet bergeysiz. Men kessem hazırdım dedi de yüzünü kolu bilen tutup yığılıverdi. Onun pil zıngının yasalgandek appak kolları, xeni yıkılgan nazik parmakları Mirza Ulug'bek'e Mevlana Muhiddin'nin bir cümle sözünü esletti. Kızım hattatlıkta tengdaşsız Ulug' Şahim, halısınız risalarınızı köçürüp birdi. Mirza Ulug'bek şu çağda bu gepke ancha işenmegen bolsa-mu, tarixiy risalalardan birini onunğa bergen edi. Lekin bir aydan keyin ipek qog'ozga köçürilgen öz risalasını körüp hayran qalgan edi. Risala haqiqatanmı acayip hüsn xat ve pasahat bilen köçürilgen edi. Mirza Ulug'bek ünsüz titrep yığılavatkan Nazininning qo'llarini ko'rganda bu parizatning hüsn xitining xini yıkılgan barmaqlardek nazik hem güzel ekanligini esladi. Mirza Ulug'bek bu senemge ruhsat berdi de özü Şahzadega derhal adam evetdi. Lekin ne çare, çıkkan köz ornuğa düşmeydi de. Mirza Ulug'bek uzun tush ko'rib uyg'ongan odamdek ko'zlarini ovulab Ali qushchiga qaradi. Haq Taala şahid, bu ko'ngilsiz fojiada gunohsiz men, Mevlana. Ammo o'z barmog'ingni o'zing kesolmaydi ekansan. Qandoq qilay? O'z yeligimdan bo'lgan farzandim. Bilaman, ustoz. Qalendar Qarnoqi qandoq bo'ldi? Madrasani tark etib darvishlikni ixtiyor qilibdi deb angladim. Bu gap rostmi? Rost, ustoz. Nayt qobiliyatli yigit edi. Afsuski, ashu to'ydan keyin uchisiga janda, beshiga ko'la kiyib, madrasani tark etdi. Hozir ko'chma-ko'ch yurib, divani qilib etibdi. Mirza Ulug'bek livini tishlab, yana jim bo'lib qoldi. Naqshliq piyoladagi sharoblar quyilgan peticha turatdi. Kumush legandagi qoplarmi sovib qolgan edi. Ustoz bularning hammasini esidan chiqarib, poyonsiz xiyol dengiziga g'arq bo'lgan edi. Oxir u cho'nqur tinib, "Ah, gunohkor bandalar" deb qo'ydi. Keyin talibi ilmlar orasidan ishonchli yigitlar tepilarmi? deb so'radi. Tepiladi, ustoz. Tepilsa muddaga kelayli, Mevlana. Mirza Ulug'bek qo'lini Ali qushining tiziga qo'yib, uning ko'ziga qadalib qaradi. Ehtimol bayqagansan. Mavara unnahir osmonini qora bulutlar qoplamoqda. Shahzoda Abdulatif Ceyhundan o'tib ketishga yaqinlab kelmoqda. Bugun sulton poytaxti Samarqandmi xavf ostida turibdi. Buningdan xabaring bordi? Xabarim bor, ustoz. Ammo sulh qilishning chorasi topilmasmi? Agarchanda siz shahzodaning gunohidan kessangiz, Mirza Ulug'bek taqatsizlanib, "Hayhot" deb xitob qildi. Agarchanda masala shahzodaning gunohlarini kechirishdi bo'lsa, yurtning tinchligi uchun men sulh qilishdan bosh tortmas edim. Biroq sen shahzodani bilmaysan, Ali. Uni tushunmaysan. Mirza Ulug'bek o'rnidan turib ketdi va uyni bir aylanib chiqdi. Maqsadni tushundingmi? dedi u to'xtab. Ha, seni bu dargohga chaqirtmoqdan maqsad shulki, 40 yil saltanat surib to'plagan boyliqim, rasadxona va kutubxonam, yezib bo'lgan va texi yezib bo'lolmagan risolayu kitoblarim hammasi sening qo'lingda. Qisqasi, bu xazinini aynigan johillardan, mutaassib
unsurlarni qo'g'dab qilish yalg'iz sening ixtiyoringdadir. Ammo Mirza Ulug'bek qo'llarini ko'ksiga ilib, shogirdiga sinash nazari bilan tikildi. Ammo esingda bo'lsinki, bu to'lima xatarlik ish. Bilaman ustoz. Bilsangmi, yana o'ylanib ko'r Ali. Ali qushchi sal qizirib kulimsirdi. Pekirdan gumon qilyapsiz ustoz? Yo'q. Agar gumon qilsam, bu sirni oshkorlamas edim Ali. Ammo sening jiningga zomin bo'lmoqchi emasman. Chunki olim ulamo deb atalgan kaltipam maddohlarning ilm ahliga tishlarini bilib yurganligidan xabaring bormi? Xabarim bor. Ali qushchi yaqinda Mazar Sharifda yuz bergan bir ko'ngilsiz voqeani esiga oldi. Ulug'bek madrasasining toliblaridan 20 kishi ig'ir kasal bo'lib qazo topgan bir talibni dafn qilish uchun Mazar Sharifga borgan edi. Ular tavutni ko'tarib qabriston qo'rg'oniga yaqinlashib qolganda darvozadan bir to'p murt va darvishning hamrohligida Shayx Nizomining xomush hazratlari chiqib keldi-da, qo'lidagi daqishtik ostini pulanglatib, "Yo'qol!" deb varqirdi. Allah'ını unutkan diyanetsiz dehriyle bu mukaddes tuproqni makruh qilur, makruh. Tavutning oldida minib, murosimga riyosatchilik qilayotgan Ali qushchi e'tiroz bildirmoqchi bo'lib oldiga mangan edi. Shayx hazratlari yana ostini pulanglatib, "Senmi yo'qol, insofsiz!" deb varqirdi. Mevlana Alaeddin Ali şu narsa esingda bo'lsinki, hamda sanoni esidan chiqarib, kofirlikqa yuz tutgan barcha fan egalarining holi shu bo'ladi, shu. Xo'sh, nimish qo'yinib qolding, Ali? Ali qushchi nima uchundir bir qimirlab qo'ydi. Mirza Ulug'bek uning qishida hamon qo'l qurushtirib, ko'zlari qisilgan holda turadi. Ali qushchi o'z ko'ngliga aram berib, "Ustozning farmoni shogird uchun amr vojibdir", dedi. "Yaxshiroq o'ylandingmi? Keyin pushaymon qilib qolmasanmi?" "Ustoz, belli." Mirza Ulug'bekning ko'zlaridagi sinash alomatlari illiq mehr bilan almashdi. "Qanamisa, keynimdan mang. Sana deydigan yana bir gapim bor." Mirza Ulug'bek oduldagi salomxonaning eshigini ochib, ichkariga kirdi. Bugungi anlatımız bu şekilde. Keyingi qismini, 3. mavzuni anlaysizlar.